Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz bog'lanishli nutqni tekshirish texnologiyasi mavzusida bo'ladi. Bugungi kunda texnologiyalar hayotimizning ajralmas bir qismiga aylangan. Bir davrda nutqni tekshirish texnologiyasi inson va kompyuter o'rtasidagi o'zaro aloqani tubdan o'zgartirmoqda. Bu taqdimotda biz nutqni tekshirishning asosiy tamoyillari, uning rivojlanish tarixi va muhim komponentlari hamda kelajakdagi istiqbollarini atroflicha ko'rib chiqamiz. Nutqni tekshirish tizimlarining evolyutsiyasidan boshlaydigan bo'lsak, bu 1950-yillar dastlabki qadamlarga to'g'ri keladi. Bell Labs tomonidan Audrey tizimli faqat bitta dinamikaning raqamlarini taniy olgan. Ikkinchi 1970-1980-yillar HMM dasturi paydo bo'ldi. Ya'ni bu dastur yashirin Markov modeli nutqni tanishda inqilob yaratdi va katta lug'atli tizimlarga yo'l ochib berdi. 2000-yillar statistik modellar va internet, katta ma'lumotlar to'plami hamda hisoblash quvvatining ortishi statistik tilli modellarning rivojlanishiga olib kelgan davrga to'g'ri keldi. 2010-yilda chuqur o'rganish davri, nevron tarmoqlari, ayniqsa chuqur o'rganish, nutqni tekshirish aniqligini sezilarli darajada ortgan davrga to'g'ri keldi. Hozirgi kun transformer hamda ilg'or dasturlarining bugungi kunda yanada rivojlanishi, transformer arxitekturasi va generativ AI nutqni tekshirish hamda sintezlashda yangi imkoniyatlarni bizga yaratib bermoqda. Asosiy komponentlar: har qanday samarali nutqni tekshirish tizimi 3 ta asosiy komponentga ajraladi. Akustik model nutq tovushlarini fonemalarga, ya'ni tilning eng kichik ma'noli birikmalariga qanday tarjima qilishni o'rgatadi. U inson nutqining fizik xususiyatlarini tahlil qilib beradi. Til modeli bo'lsa, ma'lum bir tilda so'zlar ketma-ketligining ehtimolligini bashorat qiladi. Bu model nutqni to'g'ri matnga aylantirishda kontekstual bizga yordam beradi. Lug'at har bir so'zning fonetik transkripsiyasini o'z ichiga oladi. U akustik modelni til modeli bilan bog'laydi va tizimga so'zlarni aniqlashda bizga yordam beradi. Nutqni tekshirish algoritmlari haqida gaplashadigan bo'lsak, yashirin Markov modeli uzoq vaqt davomida nutqni tanishda standart bo'lgan. HMM vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchan signallarni modellashtirish uchun ishlatiladi. U nutqning fonemalariga bo'lib, ularning ehtimoliy ketma-ketligini bizga tahlil qilib beradi. Hidden Markov modeli hisoblanadi bu. Keyingisi bo'lsa chuqur nevron tarmoqlari, DNNlar hamda